Bitta jo'ja sizniki bo'lishi mumkin. Ha, xato eshitmadingiz. Bitta jo'ja sizniki bo'lishi mumkin. Tosh parranda kanalimiz 2000 tadan oshgani munosabati bilan bitta eng yaxshi jo'ja makonimni shu konkursga qo'yaman. Bu jo'ja makonim katta partiyamdagi 2 oydan oshgan eng yaxshisini olib qo'yaman. Konkursda yutishni xohlaganlar mani profilim shapkasiga obuna bo'lgan tosh parranda va mana shu kanalda o'ziga obuna bo'lasizlar. Xo'p, va mana shu videoni tagidan kommentariy yozib qoldirasizlar. Xudo xolasa dushanba kuni obedda yoki kechqurun konkursimizni radon orqali aniqlaymiz. Mana shartlar juda ham oddiy. Tosh parranda va Yangi Xo'rozbozlar kanaliga obuna bo'lasizlar. Bitta jo'jani sohibi bo'lasizlar.